بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi suhbatimiz o'tganlarga Qur'on tilovat qilishlik haqida bo'ladi. Alloh taolo ushbu suhbatimizni foydali qilgan bo'lsin. Dinimiz islom insoniylik dinidir. Odob axloq dinidir. Yaxshilik va ezgulik dinidir. Islomga ko'ra inson o'lishi bilan unut bo'lmaydi. Shu bois uning tiriklar zimmasida haqlari, tiriklarning o'tmishdoshlari oldida burchlari bo'ladi. Shuning uchun ham islomda o'tganlarni xotirlash, ularni haqlariga duo qilib targ'ib qilishlik buyuriladi. Qur'oni Karim musulmon ummatini o'z o'tmishdoshlarini xotirlab, haqlariga mag'firat so'rab duoda bo'ladigan ummat deya ta'riflagan. Alloh taolo Hashr surasida shunday deydi: ulardan keyin kelganlar Robbimiz bizlarni ham bizdan oldin iymon bilan o'tgan birodarlarimizni ham mag'firat qilgin va bizni qalbimizda iymon keltirganlarga nisbatan g'illig'ash qo'ymagin. Robbimiz albatta sen o'ta shafqatli va rahimlisan. Hashr surasi 10-oyat. Ulardan keyin kelganlar deyilganda islom ummatining ilk avlodi sahobalardan keyingi musulmonlar, umuman olganda musulmonlarni keyingi avlodlari nazarda tutilgan. Demak, islom ummatining xususiyatlaridan biri shuki, ularning keyingi kelgan oldin o'tganlarni yaxshilikda yodga olib, haqlariga xayrli duolarda bo'ladi. Ushbu ilohiy ta'lim asrlar osha musulmon olamida amalda joriy bo'lib kelgan. Shu bilan birga o'tganlarning nomidan yaxshi amallar qilib, savobini ularga bag'ishlash ham bevosita Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyalari bilan shariatimizda joriy qilingan amaldir. Bu mavzuga oid diniy ta'limotlarni chuqur o'rgangan ulamolarimiz Qur'on tilovati qilib, savobini o'tganlarning haqqiga bag'ishlash ham mazkur shar'iy ko'rsatma asosiga dohil ekanligini ta'kidlaydilar. Ular bu borada kelgan hadislar o'rganilsa, Nabiy alayhissalom o'tgan kishining nomidan biror ezgu amal qilmoqchi bo'lib, uning savobi yetishi haqida so'ragan kishilarga savobi yetadi deb javob berganlar. U zotdan Qur'on tilovatining savobi yetishi haqida so'ralgan rivoyatlar qilinmagan bo'lsa-da, boshqa savollarga bergan javoblaridan xulosa qilish mumkinki, agar u haqda so'ralganda unga ham savobi yetadi deb javob bergan bo'lardilar deydilar. Badriddin Ayni rahmatulloh alayh o'zining Sahih Buxoriyga yozgan sharhida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xurmo novdasini ikki qabrga suqa turib, shoyat shu sabab ulardan azob yengillatılsa degan hadislarning izohida jumladan quyidagilarni aytadi. Hattobiy aytadi: bu hadisda qabr ustida kitobi azizni, ya'ni Qur'onni o'qishni mustahab ekaniga dalil bor. Chunki dovdaraxtning tasbihi tufayli mayitga azob yengillatilishi umid qilinar ekan, Qur'oni azim tilovatida umidvorlik va baraka yanada ulkandir deydi. Men aytaman, odamlar, ya'ni ulamolar bu masalada turlicha fikr aytganlar. Abu Hanifa va Ahmad radhiyallohu anhuma Qur'on qiroatining savobi mayitga yetadi degan fikrni qo'llaganlar. Bunga dalil Abu Bakr Najjonning Sunan kitobida Ali radhiyallohu anhudan qilingan ushbu rivoyatda Nabiy alayhissalom kim qabrlar o'rtasidan o'tib buqalib Qul huvallohu ahadni 11 marotaba o'qisa, so'ng uning ajrini o'lganlarga bag'ishlasa, unga o'lganlarning adadicha savob beriladi dedilar. Buni Darul-Qutni ham rivoyat qilganlar. U yana o'z sunanida Anas radhiyallohu anhudan marfu shaklda rivoyat qiladiki, kim qabristonga kirib Yosin surasini o'qisa, o'sha kuni ulardan azob yengillatiladi deydi. Badriddin Ayni shu kabi ayrim rivoyatlarni keltirgach, o'tganlarga namoz, ro'za, sadaqaning savobi yetishini o'zi Qur'on tilovatining ham savobi yetishini bildiradi deydi. Zakariya Ansoriy rahmatulloh alayh Al-Lubabda
Bunga tilovatning savobi o'lganga yetishga dalolat qiladigan narsalardan biri shuki, musulmonlar barcha asrlarda Qur'on o'qib o'tganlarga bag'ishlaganlar va buni hech kim inkor etmaganlar. Binobarin bunga ijmo bo'lgan deydilar. Ma'qal ibn Yasor radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'liklaringizga Yosin surasini o'qinglar dedilar. Bu hadisni Imom Abu Dovud va Nasoiy rivoyat qilishgach, Ibn Hibbon sahihda ham aytadiki, bu yerda o'lim to'shagida inson nazarda tutilgan deganlar. Ammo ko'pchilik ulamolar lafzi umumiy bo'lgani uchun bu hadis o'lim to'shagida yotgan kishini ham, o'lgan odamni ham o'z ichiga oladi deyishadi. Ibn Abidin rahmatullohi alayhi o'zining mashhur asari Raddul Muxtorda yuqorida zikr qilingan hadislarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlari nomidan qurbonlik qilganlari, Qur'oni Karimda ota-onaga mag'firat so'rab duo qilishga targ'ib qilingani va yana boshqa dalillarni sanab o'tgach, ularni va bunga o'xshash biz cho'zilib ketishdan qo'rqib keltirmagan dalillarning barchasi amalda boshqaning sherik bo'lishini, ya'ni boshqani amalidan manfaat olishi borligini tavotur darajasiga olib chiqadi deya xulosa qiladi. Umuman olganda Hanafiy mazhabining deyarli barcha mu'tabar manbalarida sadaqa, namoz, ro'za, tilovat va boshqa yaxshi amallarni boshqani nomidan qilishi mumkinligini savobi yetish haqida alohida to'xtab o'tilgan. Jumladan bu haqda Hidoyada, Bahrul Roiq, Badiiy va boshqa asarlarda so'z boradi. Raddul Muxtorda bu mavzuda yana quyidagilarni aytamizki, Ibn Hajar Makkidan birov qabriston ahliga Fotiha surasini o'qisa, savob ularning o'rtasida taqsimlanadimi yoki har biriga uning savobcha to'liq beriladimi deb so'ralganda, u bir jamoa ulamolari ikkinchisiga fatvo berishgan va Allohning fazliga shunisi loyiqroq deb javob berganlar. Ibn Hajar o'zining fiqhiy fatvolarida aytadiki, Hofiz Ibn Taymiy Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qiroat savobini bag'ishlashni man qilib, chunki u zotning yuksak qadrlariga salovat aytish, vasila so'rash kabi o'zlari izn bergan narsalardagina jur'at qilinadi deb aytganlar. Subki va boshqa u kishiga qattiq radiya berib, bunaqa ishlardan maxsus iznga hojat yo'q. Ko'rmaysanmi, Ibn Umar radhiyallohu anhu u zot alayhissalomning vafotlaridan so'ng hech qanday vasiyatsiz u zotning nomlaridan umralar qilar edi deydilar. Junayd tabaqasidagi Ibn Muvaffaq u zot alayhissalomning nomlaridan 70 marotaba haj qilganligi, Ibn Siroj u zot alayhissalomning nomlaridan 10,000 marta hatim va shunga o'xshash qurbonlik qilganlar deyishganlar. Hanbaliylardan Ibn Aql u zotga tilovat savoblarini bag'ishlash mustahab deganlar. Ulamolarimizning gapi shuki, kishini o'z amalini boshqaga hadya qilish mumkin ekan, bunga Nabiy alayhissalom ham kiradilar. Chunki u zot bunga eng haqliroqdir. Zero u zot bizni zalolatdan qutqargan zotdir. Bunda bir navshukr va u zot alayhissalomga go'zal tortiq qilish ham bordir. Komil narsa kamolatni ziyoda bo'lishiga qobiliyatlidir. Ba'zi bir buni man qiluvchilarning bunda mavjud narsani, ya'ni mavjud qilishga urinish bor deydilar. Chunki u zotning ummatlarini barchasi amallari o'z-o'zidan u zotning tarozilarini bosadi degan gaplarga kelsak, bunga buning hech qanday monelik joyi yo'q deydilar. Chunki Alloh taolo u zot alayhissalomga o'zi salovat aytishni xabar qila turib, bizlarni u zotga Allohim u zotga salovat yo'llagin deya salovat aytishimizni ham buyurgan deya javob beriladi. Raddul Muxtordan iqtibos tugadi. Xulosa qilib aytganda, mu'tabar manbalarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoki sahobalarning biron o'tgan kishiga xatmi Qur'on bag'ishlanganlari naql qilinmagan bo'lsa-da, bu umumiy tarzda ruxsat berilgan, targ'ib qilingan ishlardan. Yuqorida o'tgan hadislar va umumiy shar'iy yo'riqlar shuni ko'rsatadiki, shunga ko'ra Qur'onni xatm qilib savobini o'tgan ota-ona va boshqa yaqinlarga bag'ishlash ulug' savobli amallardandir. Xatmni o'sha maytning nomidan niyat qilib
boshlansa yana ham yaxshi bo'ladi. Ammo tirik odam nomidan xatm qilinmaydi, unga tilovat savobi bag'ishlanmaydi, chunki bunday badaniy amallardan birovning nomidan qilish uchun o'sha shaxsning shu amalni qilishga butkul qodir bo'lmasligi shart qilingan. Raddul Muxtor. Alloh taolo shu o'tgan barcha avlod ajdodlarimizni Qur'onni hosil bo'lgan savoblarni baxshida qilib turishlikni biz tiriklarga nasib qilib turgan ekan. Alloh taolo barcha o'tganlarning ruhlarini Alloh o'zi shod aylasin. Va axiru davwana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar